Nima uchun faqat Navoiy degan so'zni biz tilimizdan qo'ymaymiz? Qadriyatlar yillar, asrlar o'tgan sari xalqni ongu shuuridan teranroq o'rin egallaydi. Ularga bo'lgan e'tiqod ruhi yana ham sayqallanib, kuchayib boraveradi. Navoiy ana shunday bir siymo. Biz Navoiydan neki izlasak topamiz. O'sha og'ringan bir paytlaringizda bu hayotda har xil voqeliklar bo'ladi, har xil tashqi ta'sirlar bo'ladi. Bir og'ringan paytingizda Navoiydan madad istab, Navoiydan bir narsa varaqlaydigan bo'lsangiz, albatta topasiz. To'g'ri. Va shu o'zim uchun ba'zan shunaqa bir narsa bo'ladi, shu Mahbul klubda, vaqfiyada, boshqada. Bir og'rinishlar sezadigan bo'lsam agar, varaqlab topgan o'rimda takror keladida. Hazrat yozadi. Ablah ul kim? Jahondan baqo qilgay ta'mi. Bu ablah endi bu jahondan doim yashayman deydi. Ahmoq uldir kim? Zamon ahlidan vafo qilgay ta'mi. Bu kishiga ham shunaqa bir og'riqlar bo'lganki, shunaqa yozganda. Navoiy biz uchun mana shunday bir boshqacha siymo. Unga yuzlanganda ko'ngilning sofligi, musaffoligi bilan yuzlanish kerak. Tigraklik bilan yuzlanish kerak.